ko'chada mashinalar ko'payib ketdi. Hamma tadbirkor bo'lib ketdi, aka. Qizlar minilikda mashina to'g'ri. Hali bir qiz bor ekanda, Piyoskida kelarmishdi. Piyoskida kelganda shu avtobusda ham yura olmasmish, mashina olganmishdi endi. Uchrashuv hech turmushga chiqa olmasmish. Qattiq uchrashuvga borsa, uchragan yigit ketirib tashlab ketib qolaverarmish. Uchrashuv avvalroq qaytib kelarmish. Oxir baxti ochilib qolibdi, uchrashuvga chiqibdi yana. Hozir qiz o'ylanmish, hozir haydab borsa kerak. Mana balki qiz bo'ladi, mashinam borligini desam, balki yaxshi ko'rib qo'yadi deb tursa, yigit mashinasini ham so'ramabdi-da. Menga turmushga chiqishga rozimisiz, men sizga uylanishga roziman debdi. Hayron bo'ldi-da. Nimaga rozisiz? Men faqat bitta kasalim bor, burnimni hech sezmaydi. Qizim qo'yadi, yigit burnini hech sezmas ekan. Qara bir pasta taxtada endi, bir pasta to'y bo'lib ketganda, to'ydan keyin chimilliqqa hay-hay bilan kirib olishgan kelin-kuyovni. Hali kuyov bilan yarim kechasi turib olib, eshiklarni ochib qo'yarmish, oynalarni ochib qo'yarmish, kelinni tepasiga kelib olib, "Voy, kelin poshsha, sizdan piyoskini kelmaydimi?" desa, "Kelin, voy cho'lim, kimdir sotibdi, qattan bildingiz, bilmayman. Yaqinlashsam ko'zim ochib ketyapti" demiş. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qo'malaga yaxshimisizlar? Rahmat. Turibsizlar? Azab kulyapsizlar, nima bo'pti? Yengillatib eshitib qoldim, shuni aytib beratodim hozir. Qani, menga ham aytib bering, biz ham eshitaylik. Hali bir qizdan piyoskida kelarmish. Hech ket qiz bo'lmasmish-da. Endi otasiga bosh qorong'i bo'lganda, otasi shu qizga bosh qorong'i bo'lgan paytda piyoz qo'yib yegan ekan, hid o'tib qo'ygan bo'lsa kerak edi. Endi avtobusda yura olmasmish. Avtobusda Adamu. Alo. Assalomu alaykum, aka. keyin avtobusda yura olmasmish-da. Shuning uchun keyin oxir mashina olibdi. Mashinada yuradi. Obbo. Yana shu askiya menga aytib beryaptimi? Hozir aytib berdi-ku. Hozir tugatib qo'ymasa, yana shu uzun askiyasini yana aytaveradi menga. Deb yurarmish haligida. Turganda Aka. Qizdan piyoz hidi keladi. Yigitni ko'z ochib ketadi. Qattiq eshitdingsan? Iflos eshitgandan sen mo'minimi? Hozir aytib berdingiz-ku o'zingiz menga. Voy, endi aytolmaysan. Hozir aytdingiz.